Alright, kingsi T. Ma asariq shunaqa. Okay, ma mashina ko'rib boqamma. Wow deysizlar bu mashinani. Bu nima deysizlar? Okay. Tesla. Okay, T-E-L-S-L-A. Bu hozirgi tok mashinasi, tok qachilab qo'yib, ma'nogan shunami? Va jungoga kirib BMW'ni jig'iltib etdi degan mashina shu, ha? Bu nima? Tesla. Okay, nima? T bilan boshlandi. T-E-S-L-A degan mashina. Tesla Motors. Okay. Logosimi? Logo. L-O-G-O deymiz emas, logo. Shu markasi. Marka belgisini nima deymiz? Logo shunami? Shu nima? Tesla deb yoziladi. Okay, keyingisi T. Masalan, table. T-A-B-L-E. Table. Shunami? Table. Ama keyingisi toilet. Okay, O bo'lgan toilet. Yaxshi, toilet. O'birni. Tazliq uyi degan gap, toilet. Chetlarga chiqib qolsan lozim bo'ldi. Aqinib qo'yinglar. Toilet. Okay, T harfi, keyingisi U. Qaranglar, bu nima ekan? U-N-I-Q-L-O. Okay, L-O. Uniqlo. Okay, Uniqlo deymiz, buni. U-N-I-Q-L-O. Uniqlo. Bu nima? Unique Clothing Warehouse. Degandan keyin qisqartirsa bu Yaponiyaning intayin dangliq markasi. Bu hisobni naytlar rahat kiyimlarni sotadigan bir dukkan Uniqlo debchi. Buning tovarlaridan sufte mollarni intayin qanday desam nayt yaxshi. Uniqlo. Bu beshinman shu U shu. Uniqlo. Unique deganimiz xos degan gap. Onikin clothes kiyim-kechak warehouse amri. Demakchi, xos kiyimlar amri. Xos kiyimlar amri debchi. Demak, sizningki xos kiyimlaringiz debchi. It's my favorite. Esat bir intayin. Yaxturgan bir markaning birisi Uniqlo. Okay, nima U degani-chi? UN. Okay, UN. Bu UN degani nima? United Nation. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Ma u nima? Rasmdagi boshda nima? United Nation. Demakchi UN. Okay, nimachi? UK. Bu nima? The United Kingdom. Bu United Kingdom. Demakchi birlashma podshohlik degandan keyin qisqartirilmasi. Demak bu bizda aytgan United Kingdom degan 4 davlatning birlashmasi. Masalan, England, Ireland, Irlandiya, Scotland, Shotlandiya, Wales da bir shu 4 davlatning birikmasi nima deymiz? United Kingdom deymiz. Bizda aytgan shu Angliya shu 4 davlatning birlashmasi. Demak shu birlashma nima? Podshohlik, birlashma xonadonlik degan gap shu. United Kingdom. Okay, UK. Unutib qolmanglar. Amsi qaranglar, bu U bilan kelgan so'zlarga. Masalan, USA. Okay. Nima bu USA deganimiz? Shu United Birlashgan States Shtatlar of America. Okay, America demakchi. Nima? USA. Amerika Qo'shma Shtatlari. USA, United States of America demakchi. Amerika Qo'shma Shtatlarini deymiz. USA. Xo'sh, endi keyingisi UNIFORM. Uniform. Okay, uniform deganimiz forma. Xizmat formasini nima deymiz? Uniform. Yoki o'quvchilarning formasini nima deymiz? Uniform. Demak, mana nima? U bala, USA, UK, Uniqlo. Shunami? All right, and the king's nima? V. Okay, V deganimiz nima? Marka qarasam, vah deysizlar. Bu nima? Volvo. Volvo mashinaning markasi nima? VO dunyodagi eng bexatar mashina deb qaralgan mashina. Shunami? Uning ustiga mush shirkatning injeneri mush mashinaniki bexatarlik tasmasi bor. Naq bexatarlik tasmasini ijod qilgan. Shunga hozirgi dunyodagi eng bexatar mashina deb qaraldi. Nima? Volvo.
Okay, nima? Va talaffuz qilganda nima? Ma o sting kichikni ostdan qilavergan azroq she'ri. Va. Va. Alqa o'xshash, af o'xshash. Volvo. Okay, keyingicha LV. Okay, bu LV moda. Somka kiyim kechak shinami? Okay, Viro moda. Maniki san qizib oldi, yetib oldi. Da. Vero moda. Bu ayollar kiyim kechak. Abel Jack Jonas. Onundakin Only degan qo'y. Shu bir shirkatning markalari. Vero moda. VEROMODA. Deymiz. Xo'sh, endi V bilan munosib so'zlar qaraylik. Birinchisi nima? VISA ma'no bek ko'p kelgan. Visa. Masalan, plag'lar masalan, avtomatik pul olish mashinasida Visa card deb bor. Bu kart. Ya'ni uniki nima desam, Visa. Ammo pasport bilan o'xshamaydigan yer nima desam, pasport deganimiz hisobda sizlarning xalqaro kimliginglar bo'lsa, Visa deganimiz boshqa yerda kirsang bo'ladi degan yo'l xati. Yo'l xati. Visa. Okay, Visa. Ammo keyingicha VILLA. Bu nima? Villa. Villa. Okay, villa degan dachcha degan gap. Visa, villa. Talaffuz qilganda, ko'ringmi? Va. Okay, villa. Okay. All right. Dachcha. Keyingisi qaranglar, W. Okay. Ma'no qilganda V deb o'qisa qolmaydi. W. Okay, W. Endi bu logo qarasak nimada chizilgan ekan? Bir W bilan V. Volkswagen. Okay, Volkswagen. Volkswagen. Shu ammibabmi? Shu marka bu. Bu nima? W. W bilan boshlangan so'zlar qaranglar. W A T C H. And ma CH deb talaffuz qilganda watch. Okay, a watch. Endi qaranglar, bu bular nima ekan? Apple Watch. Apple Watch. Olma soatlari ekan shunaqa. Apple Watch. Watch degan qo'l soati. Wallet. Okay. Endi mana nima desanglar? Wallet. Wallet deganimiz nima desanglar? Portmon. W A L L E T. Wallet. Good. Next one is X. Like XJTV emasmi? XJTV. XJTV. Demak, endi mana nima? XBOXONE demakchi Xbox One. Okay, bu o'yin o'ynaydigan bola bek bo'ladi. X. Xo'sh, endi X bilan kelsak nima? Box. Okay, box deganimiz yeshik. Box and a fox. Nima? Tulka. Okay, tulka nima deymiz? Fox. Eshikni deymiz box. Okay. Demak, ma'rif nima? X. Qattiq unib qilish qo'ymoqchi bu nima? X. Nima? X. Nima? X. Yaxshi. Okay, macha Y. A M A H A Yamaha. Okay, Yaponiyadan markasi shunaqa. Yamaha motor is back bo'ladi go Yamaha. Y. Nahmu sharfi nima? Y. Nima? Yol. Okay. Yol deganimiz shu yalkanlik kimin nima deymiz? Yol deymiz. Ya'ni yogurt. Yogurt deganimiz nima? Qatiq. Biz qatiq nima deymiz? Yogurt deymiz. Yogurt. Y. Ma'rif nima? Y. Keyingicha, buni qarasanglar nima? ZARA. Zara. Bu dunyoning eng taniqli kiyim kechak markasi. Bu dunyoning har qanchalar eng taniqli Zara. Okay, ZARA. Zara. Shunaqa ZRP ekan bu. Birinchi so'zimizga ZOO. Bu nima? Zoo. Okay, ma U deb o'qiladi. Zoo. Zoo degan nima bo'ldi? Hayvonotlar bog'chasi. Hayvonotlar bog'chasi nima? Zoo. Shunaqa. Keyingicha zebra. Okay. Zebra shu nima? Tog'il ot. Tog'il ot nima? Zebra. Okay. Zebra. Z. Xo'sh, mana biz shu 26 harfdan bir so'zlab bo'ldik. Birdamdan keyin kelarki sonimizda shuningki qandoq yezilishini, cho'ng yezilishi, kichik yezilishi
Şunu tepsili yana bir so'zlab berme. Endi bugun ham shu bir o'qilishni o'rganib olganim ayt yaxshi bo'ldi. Mesela bugungi darsimiz müşahede bo'lsin. Topshiriq. Sizlar har bir harfni qancha qatam bo'lsa bir varaq desam hamda yo 11 bir varaq toshqizib yetisizlar. 50 qatimdancha kam deganda 50 qatimdan bir o'lchamlik 4 siziqliq daftar bo'lsa, hargiz 5 siziqliq bo'lmasin jo'ma hamda muzika daftarini ko'chirib yozmanglar. 4 siziqliq daftarga 50 qatimdan bir harfni 26 harfni shunday ko'chirib chiqsizlar. Agar unday qilmasangiz mayli, albatta buning boshqa o'g'li bo'lmaydi-da. Lekin hamda mushuna qilsangiz cho'qim foydasi bor-da hamda. Cho'qim ishonimanki sizlar hargiz foydasi bor, foydasi yana aray olasizlar. Buni ko'chamay mashq qilmasangiz qanday desam, unda ko'rib, bilgandek, men mana bilgandek, bilanmadim deb qolasizlar. Mukammal bo'lmaydi. Yezinglar. Vahshiy yezinglar, o'qinglar, yezinglar. Bo'lsa video degani qayt ko'rish kerak. To'xtamay qayt ko'rish kerak. So'zlab beraveringlar, qayt ko'raverasizlar. Shunami? Shunga shunday qilsangiz bo'ladi. Undan keyin bizniki shu abdiy ta'limimizniki ovozli inkas savol so'rash iqtidori bor. Sizlar shu yerdan savol so'rasanglar bo'ladi. Onundaki va yoki meniki o'rninarimni shu ekranning ostida chiqadi ba'zi betlarda. Qaysi beti chiqadigan tepishmoq. Shu Abdullajon 18 degan shu. Shuni ham qilib so'rasanglar bo'ladi. Quruq gapni so'ramanglar, muhim narsani so'rasanglar bo'ladi. Bo'ladi. Bizningki to'g'ri adresimiz g'oycn app tushirish adresi shu g'oycnniki shunday ham to'siqni qilib app deb yozib qo'ysanglar app shunami app tushirib agar appni tushirib olsanglar bu texmi ko'p mazmunlar bor ana bular odatda sizlarga yo'llab turiladi ko'proq ko'rgaysizlar undan keyin fikr takliflaringlar bo'lsa ayamay bir avatasizlar bo'ldi. That's all for today and see you next time. Goodbye.